Шеф-повар Яхья Донов Хазратлары в своем репертуаре. Сегодня он готовит лаваш. Он там маленькая, мелкая, моет посуду. А королева снимает видео. İşləşlərini görürsən, qol hərəkətlərə əhəmiyyət verirlər. Xoşa düşəşlər. Nima qiladi? Savun. Nima qiladi savunda? Qo'l deyvar. Griblar bo'lsa, zo'r bo'ladi. Kukuruz. Endi napiraverish payjat. Zalayni sen. Nima? Bo'pti. Go'shimizdan chatav olibdi bizga. Go'shimiz ozgina bilan chatav olibdi. Napiraverish. Videoni ko'rganlar lavashga o'rikoqi ham solar ekan deb o'ylamanglar. O'rikoqi просто turibdi. Lekin xohlasanglar to'g'ri olishinglar mumkin. O'rikoq bitti. Endi o'g'il. Birinchi qo'g'irlar. Qarab turmasa kerak ekan. Onu gapirsa o'qishdan kirardi. Bay. Tuzum da Kitobga ko'ra tuz, xohlasanglar makiyaj yuqori qo'shishlar mumkin. Bu yerda ketchup va mayonez aralashgan holda sous qilaman. Pomenьше bo'ldi. Uncha cholali. Shaqada. Dadash chiloli qiladi. Yana desem bo'ladimi? Ha? Yana desem bo'ladimi? Oqsinchi. Buni yegandan keyin agar sog' salomat qolsak, yana qilamiz. Endi non. O'zimga o'xshab 2 qat qildi sabami? Semizgina. Qo'li zo'r.